ota-onalar nega qizlarni chet elga yuborishga qo'rqishadi? Kamida 6 oy ishlab berish kerak degan talab qo'yadi. Koreyaga kelib, ta'lim tizimida eng katta nima farqni his qildingiz? Bitta fanga boshqa o'quvchilar bilan kirsangiz, ikkinchi fanga boshqa o'quvchilar bilan kirasiz. Ba'zi qizlar chet elga kelib o'zgarib ketadi. Bu ko'proq muhit ta'sirimi yoki tarbiya natijasimi deb o'ylaysiz? Hamma yo'lingizda tarqatib yurishadi. Bizaga qo'shildi. Odam miyasida filtr bo'lishi kerak. Nimani qabul qilishni, nimani qilmasligini bilish kerak. O'qituvchi bilan o'quvchini munosabati qanday ekan Koreyada? Salgina noto'g'ri gapirib qo'ysangiz o'sha o'qituvchiga qiynashni boshlaydi. O'z sohangizda davom etasizmi? Balkim san'atga o'tib ketib qolish mumkin. Rasm chizish yoqadi chunki yoshligimdan rassomchilik, dizayn, moda shu ham yoqadi. O'zingizni yana 5 yildan keyin qanaqa tasavvur qilasiz? Faqat O'zbekistonda qolib ketishni xohlayman. Kelmoqchi bo'lgan insonlarga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Ingliz tili bilan yashash juda qiyin.